Turgani smartfonka. Oppo firmasiga tegishli. To'plar mana o'zi sensor, datchik, yonboshli sensor, datchigi bo'ladi. To'pda ham ochib yopsangiz bo'ladi. Mana bunisida ikki oqop bu. Ochilishi ham yopilishi ham shunda bo'ladi. Oldagi ham shu vazifani bajaradi. Mana yopilyapti, mana yopilyapti. Mana общий питаниeni yoqib o'chirish, mana orqani yuvish, mana ayollar uchun oldini yuvish, mana unitoz o'zini yuvish, mana havo purkagich. Bu pena quyiladi. Gigiyenskiy miglalar bilan foydalansa bo'ladi. Bunisi mana unitoz anaqani yuvadiganda, hojat yuvadiganda uchini tozalaydigan. Bu temperaturasini nazorat qiladi. Mana qopqoqning temperaturasi bunisi suvni nazorati. Bu suvni ko'paytirish, davleniyani ozaytirib ko'paytirish. Bu suvni issiq sovuqligini regirovka qilish. Xo'p, buni ochamiz. Mana. Ochdik, bundan foydalanish uchun sensor bor, albatta sensor bo'lishi kerak. Sensor yopilsa keyin ishlaydi. Uni salibdan qo'yib foydalanish kerak. O'zini bu holatda oldinga o'tirsa. Mana bu tugmani bosamiz, orqa ochiladi. Görüyorsunuz. Orqani yuvib qo'yadi. Yana bitta o'tsak, orqa o'ynaydi. Yana degini o'tsak, o'chib o'chadi. Kirib ketadi. Xo'p, endi mana buni yozib havo fuydi. Sushka degan. Mana bu yerdan havo chiqadi. Yaqin o'tganda havo chiqadi. Issiqqina quritib qo'yadi. Turganimizdan keyin mana ko'z o'chadi. Mana bunda yuvib yuboramiz. Qo'yib shunaqa qilib, shunday qopqog'ini yopamiz. Ochilib ketadi. Bu yerdan ham sensor datchikdan ham ochib yopsa bo'laveradi, pultdan ham ochib yopsa bo'laveradi. Bu unitazlarga e'tiborli bo'lishinglarni so'rab qolamiz. Buni asosiy joylarini aytib o'tib keyin, mana bunda sovuq suvlanadi. Sovuq suvni ventildan keyin o'zini trayniga bo'ladi. Bittasi mana mustahab uchun kirib ketadi, mana u batchoy общий tozalash uchun kirib ketadi. Kanalizatsiya buniki orqa tarafda, ba'zi gillarga mana bu tagida ham bo'ladi. Yangi holatda, yangi qo'yiladigan bo'lsa, birinchi unitazlarni ko'rib turib yoki orqaga qilingan bo'lsa, orqaga qilinganini olasizlar. Montaj qilinmagan bo'lsa, o'rtasiga kavlab qo'yiladigani bor, shundan qo'yib olasizlar. Mana shunaqa xizmatlar bo'lsa, murojaat qilishinglar mumkin. Sog' bo'linglar.